Sizlar yaxshimisizlar? Meni tanidingizmi? Ha, men o'sha Asadbek o'rtoqlar, bu kanalga ancha bo'pti o'zi video chiqmaganiga. O'rtoqlar, o'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ta'tilga mana ozgina qopti. Video uncha chiqarmadik chunki o'zimizni ishlar bilan band edik. Buning uchun ming bor uzr. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa videolarni ko'proq ishlashga harakat qilaman o'rtoqlar. Demak, bugun anchadan beri o'ynamagan, esimdan chiqib ketgan Taxi Simulator 2020 o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, demak, tayyor bo'lsanglar biz o'yinni boshlaymiz. O'zingizlar qalaysizlar? Ishlar yaxshimi? Kanikullar. Ya'ni kanikullar qanaqa o'tib ketdi o'rtoqlar? Yaxshimi o'zingizlar? Anchadan beri o'zi video yozmaganimga bilmayman, hayajonlanmanmi yoki bir noqulay bo'lyapti. Voh. Tog'a qanday? To'xta qo'y yog'i. Tak, tog'a chiqing. Chiqinglar. Ha, assalomu alaykum. Mehrdan tog'a desa. Endi shunaqa nomlaymiz. Tak, 2,5 minut berildi bizga. Nima yo'lingiz uzoqmi? Tog'a, gapirib ketavering, ha. Demak, o'rtoqlarim, videomizga albatta like va подписка deydi. Подпискаlarni bosib, qo'llab-quvvatlab borasizlar o'rtoqlar. Ancha bo'ldi o'zi video qo'ymaganimga. Shunga bilmayman, bir hayajon bor. Endi xudo xolasa bir chiqaramiz, xudo xolasa. Ko'p videolar ishlashga bundan buyog'iga harakat qilamiz. Biz mana bilan yo'l bersaydi, qani. Nechta klient olamiz endi o'rtoqlar? Yozinglarchi. Bu tog'a darrov yetib keldik. Qani tog'a soqqani cho'zing onasini misin, tak. Yaxshi, lekin nimaligini bilmadim. Tak, mana birinchi klientni joyiga olib keldik endi. Tak, uzoqda ekan-ku bu. Ketdik-da, nima qildik? Tak, men oraliq bilan chiqdimiz o'zi. Joyimiz degan, tak. Uzr, ololmayman, tak. Chunki anaqam ishim ko'p. Xuddi nima ministerga o'xshab gapirishimni qaranglar. Juda ham yaxshi. Sekin. Hayajonlanma. Hayajonlanib ketyapti. Endi tak. Sizmi chaqirgan? Mana o'rtalar. Endi mana chaqirgan. Bu ham aka ekan, yaxshi. O'zi akalar chiqish kerak-da. Qizda o'zi opalar hayajonlantirib qo'yadi odamni, tak. Aka, yaxshimisiz? Altan ekan ismi. Altan ekan, juda yaxshi. Altan aka. Ishlar qalay aka? Voy, qizil. To'g'ri, shoshamiz-da biz. Shuning uchun Altan aka qimmatli odammiz. Altan akani jarima qilmay. Bir ayb o'zimda, chunki mashina bilan ushib ketdim, ya'ni tutilib ketdim. Mana yo'limdan ham adashdim o'rtoqlar, men shunaqa yomon bo'laman-da men. Agar men O'zbekistonda, ya'ni o'zimizni Toshkentda shuna haydasammi? Voy, mendan shopir chiqmas ekan, uzr. Televizorda shopir chiqmas ekan mendan. Menda faqat buzg'unchi chiqadi, chiqsa ham.
Tak. Ovozingizni o'chiring, Altan aka. Hoppa. Asamga o'ynamasdan. Tak. O'zingiz qarang, hali 1 daqiqa. Ey, gapirmay o'l. 1 daqiqa ham bo'lmadi, aka. Mana, shukr qiling. Ha, mana shu yerda. Noshkurchilik qilasiz menga. Soqqani cho'zing menga, soqqadan ko'proq bering. Hozir o'rtoqlik yana 2 ta klient olamizda, shu bilan onasini emzin nima? Meni ana qo'yaptimi bular? Tak, mana 2 ta klient olamiz. Okalar, shundan burilib ketdi. Namcha, mendan aytibman-ku bir shopir chiqmas ekan. To'g'a, qandaysiz? Ishda yaxshimi? Voy bu. Bunaqa mashinaga qisli ham o'tirmaydi. Men Jonel, to'g'ri o'qidim. Jonel. Короче, men Jamshidga deyman, bo'ladimi? Jonel Poner qilmayman, okey? Jamshidga radno nimaga? Ishda yaxshimi? Sizlar shashayapsizmi, akam? Yo'l bersa o'ladimi? Namuncha men jarima qilma o'rtoqlar, nima bo'lyapti menga? Tak. Siz haqqa endi Toshkent City'ga ham aylanishganmi endi? Yaxshi-da. Endi nima bo'lgan sizlarga? Tez olib bordiysizlar, bir sekin olib bordiysizlar. Qanaqa yurish kerak o'zi? Jim ketsa-da. O'zingiz aytdingiz, Toshkent City'ga ketaman. Muhim uchrashuvim bor dedingiz. Endi qizingiz kutib qo'ygansiz, okey? Yuzra borishingiz kerak siz. Voy. Okey, hammasi Jamshidga. Hammasi sizda bo'ldi, okey? Ha. Yo, pulini to'laysiz, men bilmayman. Pulini to'laysiz, okey? Unaqa kirisa bo'lmaydi. Opa, qo'yag'i bormi? Bu yerda. Tak. Bu nima bu o'zi? Kerak narsa. Tak, yana bitta klient olamizda, shu bilan videoni yakunlaymiz, o'rtoqlar. Xohlasa chiqadi yana videolarimiz. Undan keyin ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Tak. Bizni qatga chaqirishyapti. Tak. Tezroq borishimiz kerak, o'rtoqlar. Shoshyapmiz. Shoshamiz, o'rtoqlar. Onasini yemsin. Mana buni olib qo'yiraylik. Bugun cho'ta akalar chiqyapti. Nima qizlar o'tirgisi kelmayapti. Qani shunaqa jinnicha mashinaga kim ham o'tirardi? Voy bu. Yetim bir bola voy bu. Qahqetasiz ham. Chiroyli bu kiyimsiz bironta qizni boshini aylantirib keldingizmi deyman-da, akam. Mana akam, mashinamiz ham sizda buzilib qoldi, ko'rdingizmi? Jonga tegib ketdinglar-da. Qanaqa yuraylik o'zi? Anaqa yuramiz, sekin yuramiz-ku. To'g'ri. Qanaqa yurish kerak, akalar? Ko'rdinglar, qizildan o'tib ketadigan odamman-da men. Tezlikni pasaytiray bo'lsa, okey. Vosh chiqib tasharaganman-ku. O'zi bugun faqat jalbalar tushdi. Mana okey. Siz endi qolib keldingizmi? Endi men hayron qoldim. Demak do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bitta dona like bosib va kommentariyada davomi chiqsin deb yozib qoldirsanglar, xudo xolasa davomini chiqarishga harakat qilaman. Endi bundan buyog'iga faqat ko'proq videolar ishlashga harakat qilaman, o'rtoqlar. Joningiz sog' omon bo'lsin.
Hammanglarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda mashinani ham borib urdik xullas. Короче, to'xtash kerak edi-yu. Mayli o'rtoqlar. Mana shu parkovka qildik. Keyingi videolarda mana yerdan boshlaymiz o'rtoqlar. Bu videoni albatta ikkinchi qismi chiqadi o'rtoqlar. Hozircha xayr, joninglar sog' omon bo'lsin. Ko'rishguncha.